Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva mol qo'yish qo'zlari va YouTube ishqozlari. Bugun 29-mart haftaning shanba kuni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz. Ya'ni o'sha To'raqo'rg'on agrosanoat fermer xo'jaligidamiz. Hurmatli obunachilar, bugungi video syomkamiz sotiladigan semental va gibrid xunajillar haqida bo'ladi. Video yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Hatto kamchiliklarga oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Tanish bilishlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmanglar. Syomkamizni boshladik. Xo'p. Bizda hozir 2 dona semental xunajim va 2 dona gibrid bor. Mana shular ko'rsatib o'tamiz. Akalar, bizda yana Davron Vet Telegram kanali bor. Telegram kanaliga o'tib ham obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda mana shu chorvachilikdagi har xil kasalliklar haqida fikr mulohazalar bo'ladi. Mana sotiladigan uydagi dehqondan birinchi qo'ldan sotiladigan hayvonlar ham o'sha yerda bo'ladi. Arzon narxda olishingiz mumkin yoki sotishingiz ham mumkin. Telegram kanalda silkasini kommentariyada qoldiraman, kirib o'tib olishlari mumkin. Xo'p. Akalar, sifatiga o'zlaring baho berasizlar. O'ta baquvvat. Mana orqalarini ko'rib turibsizlar, dumba so'vargan. Bo'ynilari, bag'baqalari hammasi joyida. Bular o'zi sutdan chiqishga kelib qoldi, 3 oydan o'tdi. Bizda gibrid ham bor. Gibrid ishqozlariga mana sizcha nimjonroq buni oyoq og'rib qolganda xohlasangiz mana shu tutasi mana ketaveradi. Gibrid keraklarga bo'lmasa semental kerak bo'lsa mana sementalni ham olaverasizlar. Oy kunini aytib o'tdik, 3 oydan o'tib qoldi, sutdan chiqarsa bo'ladi. Yeb ichishi hammasi sog'lom, vaksinalar bizda o'z vaqtida bo'ladi. O'shalik ko'pchilikni qo'rqitadigan dermatit kasalliklariga ham 2 martadan Turetskiy vaksinalarni oldi. Yillar qarang, hozirdan ko'chgan. O'zi bilinib turibdi, xaltalari o'zi osilib. Bu degani o'ta katta zo'r yilin soladi degani. Jonivor. Akalar, nomerlar aytib ketaman. 99lik 200 05 60. Mana shu bolaga telefon qilinglar. Agar ko'tarmasa o'zimga qilishlari mumkin. O'zimiz ham gaplashaveramiz. Bizda dastavka xizmati yo'q. Kelib ko'rib, mashina bilan o'zlaring tanlab olishlari mumkin. Akalar, buni onalari bularning onalari haligi yo'q gapni gapirish kerak yo'q. 40 ta 50 ta sut beradi. U peshana. Bizda yaxshi sut berib turgan onalari sizga mana ularda ham xudo xolasa yaxshi katta bo'lsa, balki bular ham 40 ta 50 ta berar, balki 30 ta berar. Bu peshana. O yo'q narsaga hali oldindan va'da berish kerak yo'q. Shunaqa gaplar. Stakan tuyoq, oq quloq, oq tumshuq. Ana oq tumshuq, oq kiprik. Ko'pchilik shunisiga ham e'tibor beradi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 18 million narx aytilyapti bittasiga. Mana gibrid 17 ya 16 shunaqa kami bor, yo'lida beriladi. 18 milliondan da 18 million sotilmaydi. Telefon qilasizlar o'sha Ayubxon degan bolaga, o'sha yo'lida qilib chiroyliga beradi. Jonivor. Ammo lekin sifati zo'r, o'ta yirik, chiroyli, oyoq qo'li baquvvat. Hech qanaqa kami ko'si yo'q, yaxshi katta bo'lgan. Jonivorlar. Ana sifat. Gibrid keraklarga mana bir dona gibridni o'zi ham sotilaveradi. Gibrid 17 ya 16 million shunaqa kami bor. Bularda 18 milliondan narx aytyapti. Bularda ham chiroyli qilib yo'lida beriladi. Akalar, ukalar, yangi tug'ilganni ham ko'ryapsizlar, narxi juda ko'tarilib ketyapti nimagadir. O'sha yangi tug'ilganda ustiga 3 million 4 million qo'shilyapti xolos hozir. Chunki bu sutdan chiqarguncha bilasizlar, kuniga 8 litr 10 litrgacha sut ichadi. Sut narxi 6,5-7 ming hisoblaganingizda ham kuniga 70 ming sut o'ziga bitta buzovga rasxoti bor. 1 oyda 700 ming, 3 oyda 2 million 100 ming. Mana kepak, beda, meda shularni hisobiga ham o'zi rasxotdan cho'kib ketadi. O'sha qo'yilyapti xolos. Shu an to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Aytyapman, yangi tug'ilganni ham 13-14 millionga chiqib ketdi nimagadir. Endi arzon insofi bor firmalar arzonroq ham sotyapti, lekin kundan kunga narxi ko'tarilib ketyapti.